Assalomu alaykum. Men Komil Yusupov. Blog yuritish va kontent strategiyasi bo'yicha faoliyat yuritaman. Agar siz blog ochishni anchadan beri ko'zlayotgan bo'lsangiz, bu birinchi qadam tashlamagan bo'lsangiz, bu audio aynan siz uchun bo'ladi. Bugun sizga blog yuritishdagi 3 asosiy muammoni aytaman. Har bittasiga yechimi ham bor. Birinchi muammo bu so'z xayollarda ko'p aylanadi. Boshida menda ham bo'lgan. Ya'ni aytib o'tmoqchimanki, qayerdan boshlasam bo'ladi, nimani gapiraman, qayerdan o'ylab topaman, nimani gapirishim kerak, qanaqa qilib yozaman degan savollar hammamizda bo'ladi. Bu savolga tavsiyam bor. Boshlash uchun sizga mukammal reja emas, ichingizdagi bitta haqiqat yetarli bo'ladi o'zi aslida. O'zingizga savol berishingiz kerak. Odamlar mendan ko'proq qaysi mavzuni so'rashyapti, qaysi mavzu mani o'zimga qiziq, nima haqida gapirsam vaqt o'tganini umuman bilmay qolaman degan savolni o'zingizga berishingiz kerak bo'ladi. Shunda bizada, ya'ni sizda bir mavzu chiqib keladi. Siz o'sha bitta mavzuni tanlashingiz kerak bo'ladi. Misol uchun u sport bo'lishi mumkin, sayohat bo'lishi mumkin, sog'lom turmush tarzi, til o'rgatish bo'lishi mumkin, marketing. Maslahatim tanlagan mavzuyingizni umuman o'zgartirmang. Ikkinchi muammo bu o'sha bizadagi odamlar nima deydi degan mavzusi. Shu muammo bizda doim o'sha boshlamoqchi bo'lgan blogimizni, yuritmoqchi bo'lgan blogimizni doim ortga surib keladi. Ichimizda yashirin qo'rquv bor, to'g'ri, tanqid qilishadi, kulishadi, короче, gap-so'zga borishadi degan ko'p bizada mentalitetimizda o'sha saqlanib qolgan. Lekin siz blog yuritganingizda o'zingiz emas, kimnidir qutqarasizda. Ya'ni siz fikrlaringizni kimgadir yetkazishingiz kerak. Sizni eshitgan kuzatuvchilar, ruhiyatini ko'tarishi mumkin. Siz bergan maslahat kimnidir muammosini, hal qilib berishi mumkin. Siz xizmat qilasiz, shuning uchun siz chiqishingiz kerak bo'ladi. Uchinchi muammo ham bor. Ko'pchilik nima haqida yozaman deb ko'p o'ylanadi. Ko'pchilik boshlaydi, lekin 1-2 kundan keyin to'xtab qoladi. Chunki g'oyasi tugaydi. Bu yerda sizga yordam beradigan bitta model bor. 3 ta yo'nalish yozib oling. Shaxsiy tajriba, ya'ni o'zingizga bo'layotgan natija yoki keslaringiz hayotingizdan misollar bersangiz bo'ladi. Ikkinchisi foydali maslahat, ya'ni auditoriyangizga kerak bo'lgan maslahatlarni aytishingiz kerak bo'ladi. Reels, post, audio qanday bo'lsa ham ularga yetkazishingiz kerak bo'ladi. Uchinchisi savollarga javoblar. Ya'ni turgan gap post yoki audio, video, reels qo'yganingizdan keyin qanaqadir savollar baribir tug'iladi. Odamlar sizdan nima so'rasa javob bering. Real muammolariga real yechim bilan javob bering. Shu uchlik orqali 1 oyga yetadigan kontent tayyorlasangiz bo'ladi. Agar siz hozir o'sha blog yuritishni boshlamasangiz, ertaga ham boshlamaysiz. O'shaning uchun hozirdan birinchi qadamni tashlashingiz kerak bo'ladi. Keyingi mavzuyimiz blog yuritishdagi davomiylikni qanday saqlab qolish haqida bo'ladi. Blogimdan uzoqlashmang.